Muşunda hava soğuq günlər acayip ısıq basadigan ham quvvatli bo'lgan pintan qilishni o'rganib oling. Mayli mehmonning oldiga chiqing yoki uydagilaringiz etib bering, maqtab turib ichib ketadi. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha go'sht to'g'rab olamiz. Go'shtning cho'ng kichikligini o'zingizning yoqtirishi bo'yicha chanab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Endi bundan ketarlik saylarni videoda ko'rsatgan bo'yicha chiroyli to'g'rab olamiz. Paletimiz davomlashyotdi. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'uq say darsimizning 60 xil darisini 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Saylarimizni videoda ko'rsatgan bo'yicha chiroyli to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi qozong'izroq moy qo'yib olamiz. Mening ishlatganim xom ashyosini Rossiyadan import qilinib, hech qanday ximiyalik tarkib qo'shmay 100% sap qilib ishlangan qutuqum organik maylari salomatligingizning mazlik taomlaringizning kapolati. Ko'rib turganinglardek mayga yarim cho'mich atrofi shakar savatdim. Shakar go'shtni qizartadi ham chiroyli rang berdi. Ondan keyin pomidorni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin cho'ng ustamning qo'rdoq tetitqusidan bir bo'loq silvatdim. Cho'ng ustamning qo'rdoq tetitqusidan mayli non bavru qiling yoki qo'rdoq pintanglarni qiling. Intayin o'xshaydi. Ta'mini rangini keltirmayotgan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi va sizlarni oshpaz ustam qilib yetadi. Bularni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Suyni salcha qaraq qilamiz. Ondan keyin tasriq pishadigan sabzi bilan loboni silib yarim soat atrofida qaynatib pishirib olamiz. Ondan keyin yangyon silib yangyo pishay degan chaqda oson pishadigan ba'zay qizillas, ko'klas, samsaqlarni silib bir ishkilashtirib atgandan keyin chilab tayyorlab olgan xo'ngshu pintozini silib etamiz. Bularni bek uzun pishirib atmaymiz. Bir ishkilashtirib lam chiroyli chillarimizni usib elib olsaqlan bo'ldi. Eng oxirida 2 qo'shiq atrofida ochiq suv qo'yib atdim. Lamponni qozonga solmaymiz, bo'lmasa ezilib ketadi. Lamponning ustiga issiq pintani usib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi?